xayrli kech. Xudo xohlasa dastlabda gap qildik. Kitob. Tak, birinchisi qalb halovat topmasa. 1. Bezovtalikdan qanday qutulib yashash mumkin? 2. Qanday qilib do'st orttirish va odamlarga ta'sir etish mumkin? 3. Tak, inson qanday qilib o'zida ishonch hosil qila bilishi va omma oldida gapira turib odamlarga qanday ta'sir o'tkaza bilishi haqida. 4. Xudo xohlasa bugungi chislamiz 9-chislo. 4 ta kitobni qancha vaqtda o'qib tugatamiz? Tekshirib ko'ramiz. Hammaga salom. Biz xudo xolasa mana ishni boshlab oldik. Malaka bilan birga, ustozimiz bilan birga. Jar ustoz emasman. Ustoz darajaga yetib bormaganman. Ha, yo'q, ustozsiz-ku, yo'q. Bo'ldi. Tan olavering, ustozsiz. Bo'ldi. Ustozim bo'ladimi-da? Davay, ustozlar uchun hammaga. Ustozlar kuni deb qo'yadi.